Assalomu alaykum. Og'izda eriydigan pechoniyda xamiridan oldim. Bundan endi kokos qirindisidan shokoladli pecheniy tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Biz xamirimizni mayda bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana kichik bo'lakchalarga bo'lib oldik. Endi buni bir xil shaklda ezib chiqamiz va ayni bu shaklda listimizga qo'yib chiqamiz. Mana listga terib oldim. Endi buni 180-200 gradusga 20-25 daqiqa pishirib olaman. Mana pecheniyamiz sovib oldi. Endi pecheniyamizni ichki qismini qilib, orasiga shokolad surtib olamiz. So'ngra shokolad surtilgan pecheniyamizni sutga botirib olib, undan so'ngra kokos qirindisiga botirib olib qo'yamiz. Demak, ishni shokolad surtib olishdan boshlaymiz. Mana surtib oldik. Endi buni ikkinchi pecheniyamizga yopishtirib olamiz. Buni endi sutga botirib olamiz. Undan so'ngra kokos qirindisiga botirib olamiz. Mana shu shaklda qilib chiqamiz. Mana shu shaklda chiqadi. Mana doimgidek kichik yordamchim bilan birgalikda bajaryapmiz. Balla qizim. Mana shu ko'rinishda mana tayyor bo'ldi.